oppoq rangni sevadiganlar uchun qarang, pultdan ham ranglarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bemalol zo'r zibor yig'ib qo'ydik. Hozir tanishtirib o'taman haqiqiy gamerlar uchun. Monitori ham, klaviaturalari ham. Qani ketdik unda. Core i9 14900 32 potoklik 24 yadrlik 32 GB operativkasi, DDR5 6000 skors, 1 TB hard disklari, grafika, video kartalari, RTX 3060 12 GB, monitorlari 27lik 240 Hzlik. Buni qarang, chiroyliligini. Agar kimga shu jonivorimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol shuni direktdan yozsangiz, sotuv bo'limidagilar sizga aloqaga chiqib narxlarni aytishadi. Blok pitanalari ham alohida turibdi, ya'ni plataga, ichki protsessorlarga issiqlik bermasligi uchun. Qarang, qanaqangi chiroyli. Mana shu komplekt holatda sotiladi.